Eldor Abdullayev madaniyat va san'at fidokori Qarshi shahridagi 1-son bolalar musiqa va san'at maktabida dutorchi qizlarimizga ham ta'lim tarbiya berib, ana endi nafaqat o'zlarining yakka ijrochilik san'ati, balki yoshlarimiz bilan ustoz shogirdlik munosabatlarini ham yo'lga qo'yib, bizga taqdimotlarini yanada ko'tarinki kayfiyatda yetkazish uchun tashrif berganlar. Keling suhbatimizni davom ettirsak. Yaxshi qilibsiz ularni taklif etib, tanishtirsalar o'zlarini, marhamat qizlarimiz bemalol ular bilan bir tanishib olib, keyin mana bemalol musiqiy chiqishlarni davom etsak bo'ladi, marhamat. Avvalambor barchaga fayzli kun musiqiy dam olish dasturining ijodkorlariga Otabek aka, Nilufar opa barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz va yurtdoshlarimizga bugungi kuni va har doimga o'xshab fayzli bo'lishini tilab qolamiz. Biza keldik, Qarshi shahar 1-son bolalar musiqa san'at maktabidan tashrif buyurdik. U yerda an'anaviy dutor va xalcholoq dutor sohasi bo'yicha dars qizlarimiz bilan keldik. Hasan va Gulsanam musiqalarimizni sinfda o'qiydilar. Qahramon va Mohinur 2-sinfda o'qiydilar. Davron va E'zoza 5-sinf o'quvchimiz. Najmiddinova Shirina 5-sinf o'quvchimiz. Hozir bu yerda biza bitta ish qilib keldik, ya'ni ansambl qilmasdan, ansambl asar qilmasdan hammasiga bittadan asar. Agar imkon bo'lsa, ikkitadan asar taxlab kelganmiz. Bu yerda bolalar o'zining imkoniyatini ko'rsatish maqsadida olib kelganmiz. Hammasini imkoniyatiga qarab ijro qilib berishadi. Endi ko'ramiz bu yo'qni. Endi madaniyat va san'at fidokori bo'ldingiz. Bu fidokorlikni biz yosh ijrochilarimizni ham qo'llab-quvvatlovda ko'raylik degandik. O'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda o'zingizning yakka ishtirokingizni ko'rgandik. Bolajonlarimiz bilan qisqa vaqt mobaynidagi ustozlik qay darajada katta asarlarga yo'l ochdi. Dasavval qaysi shogirdingizdan asar tinglaymiz? Hozir birinchi Qahramon va Mohinur o'quvchimizdan o'zini yoshiga mos, xalqimiz ko'p eshitgan ashulalari ham bor bunda, kinolarga soundtrack ham qilingan Qilpillama degan asarimiz bor. Qilpillama jonginam, qilpillama. O'shani ijro qilib beramiz. Moling uchi shoyi qilpillama. Kelsang darvozam ochiq qilpillama. O'sha joyni eshitasiz endi. Musiqasini eshitamiz sizdan. Qani bir eslating bizga shu shoh asarlardan birini. Rahmat. Eldor, bunaqa kichik asarlar keyin qiyinlashadigan asarlarga sekin-sekin o'sib boradi, to'g'rimi? Boshlang'ich holatda hozir mana shu tayyorgarlik jarayonlarida bular qancha oy, 1 yillikmi, 3 oylikmi, necha oylik masofalarni bosib o'tib hozirgi holatga kelishgan? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Avvalambor o'quvchilar o'zining qobiliyatiga qarab asar beramiz bolalarga va o'sha o'zini imkoniyatiga qarab, qobiliyatiga qarab, ya'ni o'rganishiga qarab, mikrofonga sal yaqinroq. O'rganishiga qarab bola o'rganadi. Vaqt mobaynida. Misol uchun qaysigadir 10 kun ketishi mumkin, 1 oy ketishi mumkin, 2 oy ketishi mumkin. O'sha davr orasida bolalar o'rganadi. Bu yerda eng ko'p vaqt mobaynida shogirdlik maqomida bo'lgan qaysi shogirdingiz? Professional, endi balandroq nuqtada deya olasiz. Qaysi birlari tajribalari kattaroq? Bu yerda hozir ikkita o'quvchimiz, Shirinaxon va E'zozaxonlar 5-sinf o'quvchilarimiz. Bularga qaraganda oldinroq kelishgan va bulardan yoshi ham katta. Unda solishtirib ko'ramiz. Boshlang'ich nuqtadagi asarlar bilan tajribasi kattaroq o'quvchilarimiz. Sizlar bulardan o'rganib turasizlar. Tayyormisizlar? Qizlar kimdan asar tinglaymiz? Hozir Davron va E'zoza o'quvchimiz chalib beradi. Samoy Dugoh, ya'ni Samoy Dugoh aslida Dugoh maqomidan olingan bo'lib, orasida kuylar hisoblanadi. Mushkulot bo'limida, lekin musiqa maktab bolalari uchun qisqartirilgan varianti bor. O'shani ijro qilib beradi.
Samoviy dugoh kuyi. Eshitamiz. Marhamat. Rahmat. Yana ham mukammallashtiring. Qiyinroq asarlar ham bor. Ustozingizdan hali hammasini o'zlashtirasiz degan umiddamiz. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham bugun san'at va madaniyat xodimlarining mana shunday chiqishlardan bahramand bo'lib, xabarlar yozishyapti, tug'ilgan kun tabriklarini ham yozishyapti. O'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum hurmatli Fayzli kun boshlovchilari Otabekjon, Nilufarxon, tong xayrli bo'lsin. Bugun tongda qilingan yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Hammaga kayfiyat ulashmoqdasizlar. Oilaviy tomosha qilyapmiz. Kasbidan Zebiniso Sultonova deblar. Katta rahmat. Zebo opa. Yana bir tabrik. Ishlaringizga omad. Erkak qizimiz Gulyuzxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ysangiz. Gulyuzxonga sog'lik, omonlik, o'qishlarida omad. Onasi Dilafruz, akasi Javohir, ukasi Sheroz, opasi Dilso'z, pochchasi Bobomurodjon, dugonasi Ziyodaxonlar nomidan Chandir qishlog'idan otajonisi Asqar Botirov qutlaydilar desangiz debdilar. Menimcha qutlov yetib bordi. Toshkentda yashaydigan ukajonim Sunnatov Damirni ham Shukrona kuni bilan tabriklab qo'ysangiz, oilasi baxtiga sog' va salomat bo'lsin, farzandlar baxti va kamolini ko'rsin, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab, opasi Nargiza, Dilfuza va onajonisi Sayyora To'xtayeva Kosondan yozyaptilar. Yana bir tabrik 84 yoshli tavallud kuni bilan bir uzoq tanijoni sog' bo'lsin, farzandlari baxtiga sog' bo'lsin deya Navruz qishlog'idan Mehr Haydar va yakkaboliklar nomidan onajonimiz Xosiyat momoni tabriklab qo'ysangiz deganlar. Menimcha tabrigingiz onajoningizga chiroyli sovg'a bo'ldi. Galdagi tabrik esa Otabek aka, Nilufarxon ijodkorlar Muborak tumani Qoraqum qishlog'idan kuzatyapmiz. Lobarman. Bugun onajonim, otajonim turmush qurganiga 54 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan 70-80 yillarni ham birga nishonlash nasib qilsin. 53 yosh bilan ularni tabriklab qo'ysangiz debdilar va Murqul, ukalari Murqul, Sherzod, Dilfuza, Karomat, Yulduzlar nomidan tabrikimizni yetkazsangiz deganlar. Tabrikingizni yetkazib qo'ydik. Tabriklaymiz, muborak Va bo'lsin. yana bir Qoraqum qishlog'idan kuzatyapmiz. Alisher Navoiy nomli maktabda o'qiganmiz. Shu maktabda kimyo fani o'qituvchisi Zuhra, ya'ni Zoya nomi bilan mashhur bo'lgan ustozimiz borlar debdilar. Ularga yaxshi tilaklarimizni yetkazib qo'ysangiz, o'quvchisi Erqul va Lobar va barcha Erqulovlar sulolasi debdilar. Katta rahmat. Va galdagi tabrik esa Feruzaxonni tug'ilgan kun bilan tabriklab qo'ysangiz, meni opajonimga niyatlarim bisyor deganlar Umidulla va
qayerdan ekanliklarini, manzillarini to'liq yozsangiz, tabriklar o'z egasiga, qutlovlar yanada aniqroq yetib boradi. Endi esa tug'ilgan kun egalarining kayfiyatini ko'taraylik. Sho'xroq musiqalar ham bormi yo bugun faqat sokinlardan tayyorlab kelgansiz? Sho'xidan bo'lsin, sho'xidan. Quloqlari ham bor albatta. Kimdan eshitamiz? Hozir Hasanova Gulsanam o'quvchimizdan Qarnavo o'zbek xalq kuyini eshitamiz. Marhamat. Nilfarxon. Nilfarxon vaqt oliy hakam, bizga ajratilgan vaqt nihoyalab borayotganda ishora berishyapti. Endi bir chiroyli qilib xayrlashib olsak-da, yakunda Eldorjonning o'zlaridan ham bitta asar tinglaymiz. Lazgiga raqsga tushmasak bo'lmaydi. Lazgini dutorda eshitmagansiz-a? Eshitmaganman, bugun eshitsam kerak-da. Vaqtimiz chegaralanib qolgani sababli bu yerda hozir hamma o'quvchilarni olib kelganman. Bu yerda bitta o'quvchimiz kuy chalib bersalar, ya'ni bu yerda na bo'ldi Nigora ashulasini kuyini chalib beradilar. Demak, qisqaroq chalib bersalar ulgurardik-da bo'lmasa. Bo'ladimi qisqaroq? Tayyormisiz? Marhamat. Demak, bitta asar tinglaymizda, poyonida demak chiroyli ulgursak hammasiga navbat beramiz. Ketdik. Rahmat. Eldorning dutorni o'zingiz olasiz. Sahnaga sizni chorlab qo'yaman. Qizlar, ustozlaringiz yonidan kelasizlar. Va ana shu chiroyli bir lazgi musiqasini ommaviy ijro qilamiz va hamma raqsga tushsin degan joyidan ko'rsatuvimizni dutor lazgisi bilan poyoniga yetkazamiz. Hammaga rahmat azizlar. Marhamat, chiroyli musiqani o'zingiz bilan birgalikda ijro qilamiz.